Sizlarda ham yoshliklaringda o'zlaringdan katta bolalar it urishtirganda urishtiraverarmidi? Men akam o'zim bilan bo'yi teng bo'lgan, keyin qiz bola bo'lmagan libo odam bilan urishtiraverar. Yo'lda ko'rib qolsa bo'ldi, urushasanmi dedi, yo'q desangiz, qo'rqasanmi dedi, yo'q desangiz, ana bolaga qarab qo'rqmayman deyapti, o'rningda bo'lganimda jim turmasim deydi, keyin ket, sola-sol boshlanib ketadi. Urishtirishda yana bitta usuli bo'yma-bo'y qiladi, kim birinchi chertsa o'sha qo'rqmagan bo'ladi deydi, kimdir chertadi, keyin chertga yegan odam shunaqa urushadi. O'rtada urush bo'lyapti, bir tomonda akam o'rtoqlar bilan semincha chaqib tomosha qilyapti, bir tomonda it, xo'rozlar balachilik qilyapti. Xo'roz uchun master klass bo'lyapti. Chunki akam abidgacha meni, abiddan keyin xo'rozni urishtiradi. Meni urishimni ko'rib turgan xo'roz bir bo'lsa munchalik qahrdan bo'lsa kerak deb turibdi. Chunki hayot uchun shunaqa kurash bo'lyapti. Agar ana boladan kalta yesam, kalta yeganim uchun akam ham uradi, uyga borsam dadam so'kadi. Urishganimda kiyimlarim chang bo'lgani uchun desertiga ayamdan ham kaltak yeb olaman.